Zübeyir! Yaxshimizlar, aytsanlarmish vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Zubayr bilan Zuliyar opsi yo'ldosh yo'q o'xshaydi deb o'ylab qapsizlarda yigitlarim bilan yo'l chiqavergan ekan. Bugun men bu film orqali eng ko'p so'ralgan savollarga javob beray. Yo'ldoshingiz yo'qmi deb so'radinglar. Men oldingi bir filmni tushuncha bergandim. Yo'ldoshim albatta bor, ammo turmush ko'yda boshqa yurtda ish qildim. Men yigitlarim bilan Qashqarda, bolalarim bilan uyda yolg'iz. Unda bolalaringiz qo'shkizakmi deb so'rabsizlar. Bolalarim qo'shkizak emas. Zubayr o'g'lim 2022-yil 1-kun tug'ilgan. Zuliyar o'g'lim bo'lsa 2023-yil 3-oyning 28 kun tug'ilgan. Balalarning tug'ilgan kuni inkaslarni yozib qo'yinglarchi, o'rtoqlashaylik. Eng ko'p so'ralgan bir savol sizni misqadaymi? Zubayrning ismini chaqirsangiz, yana bir o'g'lingiz ismini chaqirmaysiz. Siz Zubayr o'g'lingizga bek amroqmi, yana bir o'g'lingiz amroq emasmi degan gap bek so'radinglar. Sizlar ona bo'lish sifatinglar bilan birda bekinglarchi qaysi bir ona ikki bolasini ayirib yaxshi ko'rsin, shundaqmi ya? Men albatta 2 yil bolamni bek yaxshi ko'raman. O'g'lim Zubayrning o'zgacha bo'lgan alohidligi ham xosligi bor. O'g'lim Zuliyarning ham shundaq. Zubayrning tatliq yerlari bo'lganda Zuliyarning ham texnik tatliq yerlari bor. Faqat filmning ehtiyoji shu bo'lib qoldi-da. Zubayrning ismini chaqirsam sizlarni chaqiraq yurak bir dekansizlar, ham yoqtirib ko'rdikansizlar. Zuliyar o'g'lingizni yaxshi ko'ramiz deydiganlar alt raqamini yo'llab qo'yinglarchi. Bundan keyin Zuliyar o'g'limning ismini bir chaqirib aytay. Ondan men bolalarimga har xil tomoqlarni qilib bermay, lekin bolamning ishtahasi faqat yaxshi emas, saytollaydi, tomoq tanlaydi, bolam faqat tomoq yeyolmaydi. Lekin sizning bolalaringiz faqat tomoq tanlamaydigan, ishtahasi pek yaxshi ekan. Bolalaringizni bersiz degan savolni bek so'radinglar. Sizlarga desam, men bolalarimga Avstraliyadan, Yangi Zelandiyadan asli quti bilan import qilingan ozuqlarni beryapman. Ham sizlarga tavsiya qilaman onalar. Boshbat aloqalash uchun ba qo'shib olsanglar, sizlar uchun o'zim mulozimatim bo'laman. Shu bolalarda qaziyat ishtahasizlik tishni o'chirib turgan, sovuqtirlaydigan, esqabli to'lab ketayotgan har xil bolalar masalalar qarta. Pakiz ham sifatli ozuq qilsam deydigan onalar qo'shib olsanglar bo'ldi. Misqa kichik o'g'lingiz davomli tomoqni jig'lab turib yeydi deysizlar. Ba'zi daqiqadan Zuliyar o'g'lim jig'laydi, misqa desanglar. Asab menga yolg'iz tomoq bersang bo'ladi, tezroq tomoq bersang bo'ladi, akam uzundan jiqroq yevala. Yoki bo'lmasa ba'zida go'sht yoki tuxum yoki saydagandek narsalarni Zubayr o'g'lim talishib yevagan vaqtlarda ochiq kelib qoladi. Men yemedim, avval men yedim, men berayotgan deb ochiqlab aksi bilan so'kishib qoladi. Shu ochiq saqlab qoladi. Yigitlarni tomoqni yeb bo'lay deb qoldi. Unda bo'lsa aytsanglar, qulashlar qoldi, yurak berishni unutib qolmanglar.